Agar bu mashinani motorini ochmasak bo'lmaydi. Motorini ochib, ikki tushda ehtiyot qismlarini almashtirib, yana motorni chiroyli qilib yopib beraman, mashinangiz zo'r bo'lib qoladi aka. Yengillatish iloji bormi? Aka siz bo'lmasa nima ish qilasiz? Jarrohman. Bunaqada savdolashmasingizdan bo'laveradi aka, bari pul siladi. Masalan, bemor mana shuncha joyini kesib tozalab, pul olasizlar aka. Biz ish qiyin aka. Mana shu motorni kichkina detali yonotib urib qolsa yoki xato qo'yilsa, mashina ishdan chiqadi. Shunaqading? Shunaqa. Shu biz ishimiz demak oson ekanda. Sizlarki ham oson emas, lekin biznikichalik emasda, bizniki qiyin baribir aka. To'g'ri, hamma har bitta kasbda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor-u, lekin shu motorda, mashinani motorini yurib turgan holatida ochib yopa olasizmi? Qilolmayman aka. Shunday ekan, mayli, aytgan pulingizni beraman, chiroyli qilib mashinani to'g'rilab berasiz. Xo'p aka, xo'p.